Zal boshladim. Protein ichsam zararmi? Pidaras. Ya, senlar meni boshqa asabimga tega olmaysanlar. U trener bo'lgan paytim senlar meni tugatgansanlar. Mana shu sochlarim, mana shu yonboshlari ketib qolganiga mana shu proteinchilar aybdor bo'lgan. Pidaraslar. Protein bu tarjima oddiy oqsil xolos. Tvorogda ham bor, tuxumda ham bor, go'shtda ham bor. Shuning uchun proteinni sotib olib nima keragi bor? Просто go'shtni, tvorogni, tuxumni, balig'i ko'proq yeyish kerak. Hammasi oddiy-ku, suka. Nima keragi bor odamni o'limidan 5 kun oldin qaratib o'ldirib, pidaras. Nima keragi bor, suka? Nima baraka topasan? Ha? Ko'zim oldida ko'zimga qarab turib protein zararmi deb so'ra olasanmi? Agar shunaqa deb so'ra olsang, ko'chada ko'yda ko'rib qolsang, mendan so'ragin, protein zararmi deb men senga o'zim yaxshi javob qaytaraman.